Viloyatimizda 30 ga yaqin soha va tarmoq rahbar hamda mutaxassislardan iborat ishchi guruhi tomonidan hududlarda korrupsiyani oldini olish, unga qarshi kurashish, shu jumladan maishiy korrupsiyaga barham berish borasida o'rganishlar o'tkazib borilmoqda. Viloyat prokuraturasi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish kengashi bilan o'tkazilgan kompleks o'rganishlarning navbatdagi manzili Xiva shahri bo'ldi. Monitoring natijalari, aniqlangan holatlar, ularni keltirib chiqarayotgan sabablar, ishlab chiqilgan chora-tadbirlar hamda takliflar shahar hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda atroflicha muhokama etildi. Yig'ilishda korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengash va viloyat ishchi guruhi a'zolari, xalq deputatlari, shahar kengash deputatlari ishtirok etdi. Yig'ilishda ishchi guruh tomonidan Xiva shahrida korrupsiyaga qarshi kurashish va korrupsiyaviy omillarning oldini olish borasida o'tkazilgan o'rganishlar natijalari muhokama qilindi. Majlisda viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari, viloyat ishchi guruhi rahbari tomonidan o'rganish yakunlari bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha mas'ul rahbarlar hisobotlari eshitildi. Shuningdek, ijtimoiy sohada, xususan sog'liqni saqlash, qurilish, obodonlashtirish, bandlik va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash hamda boshqa yo'nalishlarda korrupsiya xavfini kamaytirishga qaratilgan fikr-mulohazalar tinglandi. Mazkur sohalarda korrupsiyaga qarshi kurash va uning oldini olish, shuningdek, unga imkon berayotgan barcha shart-sharoitlarni barvaqt aniqlash va bartaraf etishlari yetarli tashkil etilmaganligining, xususan fuqarolarga davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarida inson omili ustuvor bo'lib qolayotgani, ma'lumotlar ochiqligi ta'minlanmayotgani hamda tashkilotlarning tashkiliy tashviqot ishlari talab darajada emasligi aytib o'tildi. Aniqlangan holatlarni hozir shu yerda muhokama qilib turib, qilinishimiz kelgan bu ishlarni rejalashtirib turibmiz. Takliflarni berib turibmiz. Shaxsan shu maktabgacha maktab ta'lim tizimida biz korrupsion holatlarni aniqlash uchun anonim so'rovnomalarni joriy qildik. Bu Xorazmning tajribasi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni anonim so'rovnomalarda masalan shu maktabgacha ta'lim tashkilotida qanday korrupsion holatlar bo'lishi mumkin? Ya'ni 4 ta savolni qo'yganmiz. U yerda noqonuniy boqilayotgan bolalar, ishlamasdan oylik olayotgan xodimlar, korrupsion holatlar bormi, oziq-ovqat bilan bog'liq muammolar bormi degan savollarni qo'yganmiz. So'rovnomaga kirgan paytida maktabni, bog'chani aniq raqamini ko'rsatgan holda so'rovnomaga o'zini belgisini qo'yish imkoniyati bor. Bu o'z navbatida korrupsiya holatlari bo'lib turgan tashkilotni bevosita aniqlab olishning imkonini beradi va u yerga borib turib bevosita ishlarni tashkil, ya'ni manzilli choralarni ko'rish imkoniyatini beradi. Xizmatlar ko'rsatish jarayonlarini raqamlashtirish, inson omilini qisqartirish, shaffof mexanizmlarni joriy etish orqali korrupsiya omillarini bartaraf etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Korrupsiyaga qarshi kurash, manfaatlar to'plashi bo'yicha o'zlarimizni yillik rejamizga egamiz. Juda ko'p har bir sessiyada aynan mana shu korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha axborotlarni tinglab bormoqdamiz. Ta'lim sohasi bo'yicha 25-26 o'quv yili davomida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Aynan 1-sinfdan 10-sinfgacha o'zlariga loyiq bo'lgan mavzularda halollik vaksinalari bo'yicha yosh avlodga tushuntirib kelmoqda. Har bir maktab direktoridan korrupsiyaga qarshi kurash, manfaatlar to'plashuvi bo'yicha o'quv seminarlari o'tkazilib, ulardan sertifikatlar oldilar. Xiva shahri bo'yicha albatta bu o'zining natijasini beryotir. Aynan oldingi yilga qaraganda bu yil korrupsiya sohasi bo'yicha jinoyat qilganlar bo'lmayotir. Albatta bu butun xalqimizni, butun ta'lim tashkilotlari, har bir tashkilotlar bo'yicha shu farmon va qarorlarni o'z vaqtida bajarishi deb o'ylayman. Namuna sifatida Xiva shahrini qaysi bir tashabbusini amalga oshiramiz deganda, mana shu tashabbusni amalga oshirmoqchimiz. Har bir maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktablarda davomatni aniqlash uchun raqamlashtirishni yo'lga qo'yib turib, yana davomatni joyiga qo'yish masalasi ko'tarildi. Muhokama yakunida kengash qarori hamda chora-tadbirlar dasturida belgilangan vazifalar ijrosini o'z vaqtida va sifatli ta'minlash yuzasidan mas'ul idoralar rahbarlariga aniq topshiriqlar berildi. Ishchi guruhi o'rganishlari davom etmoqda.